Üzgü tınıqlar. Abdori Asılxan Həsənov. Birinci qism Baytoqayğa yötkilib chiqish. 6. bölüm. Şəhərdən yiroq, xilvat yezida yashaydigan bu bovay dadamni qandaq toniydigandu deb o'ylangach, bovayga ko'z yugurtdim. Qo'y ko'zlik, oq seriq chiroydan qaysarligi chiqib turgan, garchi qo'li cho'loq bo'lsa-mu, chapdas kelgan bu bovay to'limi gapdan kichikkan. Biz qizg'in suhbatlashib, nihoyatda tezla chiqishib ketdik. Men texi Hüsencan Katibnimi kichikkina mansibiga tamanna qo'yib, ishtiniga patmay yuradigan hakavur kishi bo'lsa kerak deb faraz qilgan edim. Amaliyotda bu dada balalarning nihoyatda samimiy, oq ko'ngil kishilar ekanligini tushunib, ko'nglim emin topdi. Suhbatimiz toza qiziyotganda eshik ichilib, oq pishmoq kelgan, ko'k ko'z, mo'risiga seriq ranglik somka osgan, somkasining yonchiqiga qizil latta bilan 5 yulduz tikilgan, men bilan taqdimatlik bir yigit kirib keldi. Meydisida mavzudun baş heykeli tushirilgan izna qadalgan. Bu davrning odati bo'yicha somkasida mavzudun tanlanma asarlardan o'zinda bo'lishi mumkin. Buni ko'rib, tozimi qizillashgan birisi o'xshaydi deb o'yladim. Bu talvalar zamonida bundaq modern yurish shahardimi avjiga chiqqan edi. Yigit men bilan qizg'in ko'rishdi. Hüsencan aka yoki bovay so'z ichishdan burun heliqi o'tir yoshlik odam meni oldirab tanishtirdi. Ha, Yunus, ko'rdingmi? Sana o'xshash kelishgan yigit sana do'st bo'lish uchun shahardin bu mahallaga kelibdi. Bu kishining talabbuzidan g'uljiliklar Qashqarlik deb biladigan janublik ekanligini pamladim. Yunus men bilan qizg'in ko'rishib ketdi. Bu yigit bu oilaning ikkinchi o'g'li ekan. Biz choy ichgach paranglashdik. Duodan keyin men Hüsencan Katibga endi qanday qilishim kerak degandek qardim. Hüsencan Katib darrov: "Xush kelibsiz. Bugun kechda Shodida a'zolar yig'ini bo'ladi. Men sizni ko'pchilikka tanishtiraman. Sizmi ular bilan tanishib olasiz." deb turishiga Yunus menga qarab, "Bugun bizninkida qo'nib qiling. Kechmo bo'lib qoldi. Apamning mezlik tamoqini yeb bo'lib, yig'inga birga chiqamiz. Boyi kelgicha 4-5 o'rdakning uduldagi qor suvga tushib ketayotganligini ko'rib qoldim. Tamoq pishqicha ularni etib kelamiz" dedi. O'rdak otqili bordiganligimizni anglab, bakmi xushal bo'lib ketdim. Chunki kichigimdan dadam yoki akamlarga ergishib, o'lashqa to'la boratdim. O jarayonida dadam menga Germaniyaning qo'sh atar miltig'ini tutqizib, qarg'a etishni o'gitib qo'ygan edi. Shunga Yunusning gapi meni bakli qiziqtiryotdi. Yunus Prolanka yalang atar miltig'ini ilib, mangayli degandek menga ishorat qildi. Biz sirtqa chiqdik. Yunus past tarafdagi o'r chiqib turgan qarsuv bo'yidagi bir to'p daraxtlikni ko'rsatib, "O'rdaklar av yerda. Biz shab chiqarmay yeniga borayli. O'rdaklarni siz eting" deb miltiqni menga uzatdi. Men ingishib, o'milab degandek o'rdaklar bor yerga yaqinlashdim. Lekin o'rdaklar sezib qolgan chig'i g'aqildab g'o'r ichidan ko'tarilishga boshladi. Men bir nechallab zamobkini bosdim. Gup qilgan ovoz bilan tang bir o'rdak pulanglab qorga tushdi. Yunus barakalloh degunicha yugurib kelib, yenidagi pichqini chiqarib, qorda tipirlayotgan o'rdakni chaqqonlik bilan bo'g'izladi va menga qarab: "Yaraysiz adash, qaltis mergankansiz" dedi. Menmo bu o'qning qandaqlarcha dal joyiga tekkiniga hayron bo'lib turatdim. Ichimda
Bu yezidagi tunji o'qim nishonga tegdi. Bundan keyingi ishlarim o'ngishliq bo'lg'ay Allohim deb duo qildim. Biz oljini ko'tarib, xushal oldi qaytib kirdik. Yunusning opisi g'oz go'shi bilan o'xshtib, lag'man etib turibdi. Men g'oznimi siz etib kelganmi deb so'radim. Yunus kulib qo'yib, meni o'ylining bir chetidagi dövelab qo'yilgan qorning yeniga boshlab kelib, qopqoqni ko'tardi. Pah, bu qordan yasalgan to'nirning ichiga 10 dak g'oz solaqliq turadi. Yunusning tushuntirishicha, g'ozlarni mushundaq tor yerda midirlatmay baqqanda 20 kuniga qolmay, harakat qilmay dalli yeb yotgan g'ozlar samirib, har biridan 6-7 kilo atrofida go'sht chiqqidek bo'diladi ekan. At, kala, qo'ylarni ko'minaga o'tkazib o'tib, mushunda g'oz so'qimi bilan jon saqlab yurimiz deb g'udirdi Yunus. Qizillashgan yigitningmi bu vaziyatga xeyli noroziligi barkan deb o'yladim ichimda. G'oz go'shida atgan lag'man bakli tetib ketdi. Yunus yana bir tax selib akilay deb xeyli zo'rlab baqdi. Meningmi yana yigim bo'lsimi, lekin o'zimni qattiq tutib, rahmat aytib rad qildim. Tamoqni yeb bo'lib, yig'in zaliga kirdik. Shodi koni bir cho'ng iskilatni yig'in zali qilib olgan ekan. Yerlardan to'pi o'rlab turdigan, tomlari oqartilmagan, to'xtamay chekilgan tamoqlarning isida bu ambarda nafas elib o'ltirishmi qiyin edi. Ambarning sahna tarafiga bir ustal bilan 3-4 o'rindiq qo'yilgan. A'zolar kütek taxtayning ustidala o'ltirishatdi. A'zolarning 20 dugdak Xitoylar ekan. Qolgan 20 Uyg'ur, Qozoq va Tungallar ekan. Bu Xitoylar 1960-yillardagi ocharchilikda Gansu o'lkasidan qochib kelib, bu yeziga o'rlashib qolganlar ekan. Yig'inda Yusenjan Katib, Duyjang va xizmat gruppasidagi 2 Xitoy so'z qildi. Shodining sinfiy kurash yangi yuzlanishi, Ulug' Doimiz mavjushining sinfiy kurashga doir yangi yo'l yo'riqlari, mamlakat vaziyatining cho'ng yaxshi ekanligi, sinfiy dushmanlarning hayvisi yerga urilgan bo'lsa-mu, ammo yanada fursat kutib turayotganlarning har vaqt o'zlarining qo'ldan ketgan jannatini tiklab, xalq ommasiga zulm selish va qayta ekspluatatsiya qilish ham xiyolda harakat qilayotganligini, shundaqla bundan keyingi qiladigan ishlar, vazifalar o'tirg'i qo'yildi. Yig'in oxirida Yusen Katib a'zolarga meni tanishtirdi. Ko'pchilik meni qarshi oldiganligini bildirishib, chavaq chelishdi. Zalning ichidagi istutdak, to'pchang, sesiqchilik dastidan nafsim bo'g'ilib, tunjiqib qalay deganda yig'in tugab, uyga aron qaytib kelib oldik. Men ishkirki uyga hozirlab qo'yilgan o'ringa o'zimni atdim. So'qmidagi tunji kecham mana mushundaq boshlandi. Atisi peshimga yaqin Duyjang kelib meni boshlab, bu qorodan 3-4 uy neridagi siyosiy Duyjang Baybopa akining uyiga boshlab bordi. Bu er-xotinlarni oqshom yig'inda ko'rgan edim. Bularning g'urosidan kirgandila bir eg'iz darisi yovon va yo'lga qarab turdigan, har holda yomon emas ko'rinadigan uy bor ekan. Shu uyni men yotoq uchun berdigan bo'pti. Tamoq mushu uyda bo'ladi ekan. Normamni shodidan elib berib, bularga oyda yana 6 so'm pul to'laydi ekanman. Men rahmat aytib, shaharga kirib, yotgan ko'rpillarimni elib chiqishga ruxsat so'rdim. Duyjang menga shu zamot 5 kunlik ruxsat berdi. Mana ko'ring, xo'jayinlik bo'lib, put-qo'lim bog'landi deb xo'rsindim. Xilal akamning uyiga qaytib ketay desam, Yunus unimidi.
Keşmo bulup qaldı. Siz bu kürtmek qarda tayır yüzüge barğıca qarаңғы düşüp ketidu. Hava soğuk. Şuna bugün mu qonup qeling. Xatırcam sözleşip yatımız dep qattiq turib aldı. Mənmu qonup qilishqa razı boldum. Yunus xoşallıqıda. Hazır sal baldır. Şuna akşam siz kögen heyliqi Nizaxun akının öyge kirib bir pas mung düşüp çıqaylı. Anğıca tamaq mı pişip qalıdı dedi. Nizaxun aka bu Quronun qorosının yenidiki heyliqi işki qızlıq öyde öz yalğız turdiken. Bu kişi ah көңіл, ochiq chiroy, so'zman, kallasiga kelgan har qanday o'y fikrni oshkora so'zlayoladigan, ko'ngli ko'ksi xuddi daryo kabi kang bir inson ekan. Biz uyga kirishimizga u bizga chaqchaq qilib, bu mahallaga kelganingiz yaxshi bo'ldi, qarshi olamiz deb mening bastimga yana sinchilab qarab, 25 yoshga kirdingiz-ku deyman. Haqçan o'qish bilan bo'lib, o'ylanmay yurdingiz. Demak, bizning sepimizga yana bir boytaq qo'shildi degan gap. Manga o'xshash qeri boytaqqa bu mahallada cho'kan chiqmagan bilan, sizlardek yosh boytaqlarga bu mahallada qizlar to'la. O'zim o'ylanalmsammi, sizlarni o'ylab qo'yman dedi. Hammamiz kulishib ketdik. Bu adam aslida vatanimizning Shoyar noyisining bir yesidan bo'lib, shu yerda dadujang bo'lgan ekan. 1957-yillardagi o'ngchiga yerlik millatchilikka qarshi shiddatli harakatda bu odamni tipik ulgi qilib, kadrlarni va xalq ommasini tarbiyalamoqchi bo'lib qaror ma'qullagan ekan. Partkom ichidagi bir do'stining xabar yetkazib qo'yishi bilan shu kechsila ig'ir bo'y ayolini tashlab, piyoda yo'l yurib, 1001 mushaqqatda G'uljiga kelib olgan ekan. 1960-yilgacha G'ulji shahrida yurtdoshlarning himoyasida mo'kinib yurib kun o'tkazibdi. Yıl oxirida nopos tuzumi yo'lga qo'yilib, hukumat tarafdan 1955-yildan ilgari sirtdan kelganlar G'ulji shahar noposi bo'ladi, keyin kelganlar o'z yurtiga ketish kerak degan farmon chiqarilgan ekan. Ilgari kelgan yurtdoshlar noposga iltimos sunibdi. Nizaxun akimo men 1955-yili chiqqan deb iltimos sunibdi. Başqa yurtdaşlarning nopos chiqishga boshlabdi. Biroq birsining chiqib qo'yish tufaylidan Nizaxun aka noposini olg'ili borsa, Shokir ismli bir tungan saqchi, "Sen asli 1957-yili kelgan ekansan, yolg'on ma'lumot berish jinoyating uchun seni asli qo'lga elish kerak edi. Lekin bu yerdan darhol yo'qol, yurtingga ket" deb chiqib bo'lgan noposni yirtib tashlab, Nizaxun akamni saqchixonadan qo'g'lab chiqaribdi. Shuning bilan Nizaxun akam alam ichida sarsonlikda kun o'tkazishga boshlabdi. Bir kuni kechda bir necha yurtliqlar bilan G'ulji shahar markazidagi yoshlar maydonida aroq ichib, dard to'kishib o'ltirsa, Xalq kinoxonasi tarafdan kelayotgan Heliq Shokir degan saqchini ko'rib qilib, g'azibi teximi o'rlab, yurtdoshlarining tutib olganiga qaramay, beparvo ketayotgan saqchini bir tepib, yerga yiqitib, "Meni bu qo'yga solgan sen-g'o" deb maydasiga dislab, behush holatga keltirib qo'yibdi. Bu jidalni ko'rib, bir damdili chivindak o'lashgan saqchilar birlashib, Nizaxun akamni qattiq urib, put-qo'lni bog'lab, shaharlik jamoat xavfsizlik idorasiga bir kecha so'lab qo'yib, atsi G'ulji shahardan 5-6 kilometr keladigan Logay Nongchangga opirib tashlab o'tibdi. No'g'ayto kentining Binam yoqasidagi bu Logay Nongchangga so'lab qo'yilganlar yozda ko'ktatchilik qilsa, qishda ko'mirxonda ishlaydi ekan. Davomi bor.